Kecha magisteroskopiya operatsiyasini qildirdim. Bizda donor ham sotilmaydi, ayol kishi ham, erkak kishi ham va bizda surrogatniy materinstvo ham mumkin emas. Din taraflama ham o'zimizning O'zbekiston Respublikasida unaqa narsa mumkin emas. Ya'ni sizlarni embrioninglarni, sizlarning qarindoshinglarga ham, opanglarga ham yoki tanishinglarga ham yoki notanish qizga ham qo'yib berishmaydi. Faqat o'zingizdan olingan hujayralarni o'zingizlarning, ya'ni nikoh bor, zaksi bor ayolinglarga qo'ydira olasizlar yoki turmush o'rtog'ingizdan qo'ydira olasizlar. Va narx bo'yicha juda ham ko'pchilik yozibdi. Nega narxini aytmayapsiz mushtaraka deb? Chunki hammada diagnoz har xil qizlar. Kimdadir muammo turmush o'rtog'ida, kimdadir o'zida, har xil kasalliklar bilan borishadi. Masalan, bir xil diagnoz bilan emas, polikistoz bor, AMG gormoni pastligi bor, truba yopiligi bor, juda ham ko'p narsalar bor. Men faqat o'zimga taalluqli bo'lgan ma'lumotlar bilan sizlar bilan bo'lishyapman. Shu sababdan ham bitta narxi aytolmayman summani. No, aytishim mumkin, bizda O'zbekistonda qildirsanglar anchagina arzonga tushasizlar. Общий summani aytilganda, masalan, biz Turkiyada ham qildirganmiz, Qozog'istonda ham qildirganmiz, O'zbekistonda ham juda ham ko'p qildirganmiz va narx bo'yicha aytolmayman, O'zbekiston eng выгодный narxda bo'ladi. Chunki u yoqda paketda общий hisoblab berishganda balkim arzonroq hisoblab berishar, lekin yashashinglar bilan, ishlamasliginglar bilan, chet elda o'sha kvartirada yurishinglar bilan o'sha narxdan ham oshib ketadi. Keyin klinikani, ko'pchilik o'zini klinikasini, vrachlarini tavsiya qilibdi. Kattakon rahmat aytmoqchiman, mendan xavotir olib, menga mehribonchilik qilib yozayotganinglarga, lekin men hozirgi klinikamdan ham va vrachimdan ham butunligicha juda ham qo'ynim to'q, xursandman. Sababi shu kungacha ham ishlayotgan bo'lsam, juda ham har bitta narsalarimga e'tibor berib, holatimga e'tibor berib, oldindan hamma narsani aytib, maksimalni yaxshi komanda bilan ishlayapman. Mediafarm Eco'ga boryapman. Yana bir marta sizlarga akkauntimni qoldiraman. Xohlasanglar o'zlari yoz. Bu reklama emas. Men buni undan oldingi safar qildirgan ekolarimni ham hech qachon atmetka qilmaganman bularni. Faqat bu safargi ekoyimni boshdan oxirigacha sizlarga ko'rsatib boraman deganim uchun ham ko'rsatib ketyapman. U klinika bilan men dogorim yo'q. Faqat menga o'xshab boshqa klinikalarga borib, vaqtini ketkazib, mablag'ini ketkazib, yo'q yoki bor operatsiyalarni bo'yniga ilib, juda ham ko'p suvchilar eshitganman, har xil vaziyatlar. Hozir endi u to'g'risida gapirmaymiz. Bularda unaqa narsa ko'rmaganim uchun sizlarga chin ko'ngildan maslahat berib aytib ketyapman. Даже e'tibor berayotgan bo'lsanglar, vrachimni ham aytmayman. Kimga kerak bo'lsa, rostdan qildirmoqchi bo'lsa, klinikaga borib, полностью ma'lumot olib, men davolanayotgan vrachda bemalol davolanishinglar mumkin. Xudo xohlasa bundan keyingi etaplarni sizlar bilan ko'rsatib, tushuntirib boraman. Hozircha bizda 2 oydan keyin perinoz bo'ladi, ya'ni embrionimizni, bo'lajak farzandimizni 2 oydan keyin qo'yib berishadi. Ungacha ham davolanish etaplarida bo'laman. Nima preparatlar ichayotganimni ham ko'rsatdim storiesda va yana qanaqa turmush tarzi qilayotganimni ham ko'rsatib boraman. Sog' bo'linglar.